Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yem biznesi ortidan millionlar mavzusida chorvachi brendining asoschisi Aliyor aka bilan birgalikda xudo xolasa ushbu kontentimizni tayyorlayapmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringizlar. Aynan puli bor bo'lgan, chorvachilik bilan shug'ullanayotgan yoki mana shu yem distributsiyasi bilan, yem olib sotish bilan shug'ullanayotgan yoki shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun go'shtli o'zlarini boshidan o'tkazgan amaliy tajribadagi ma'lumotlarni Aliyor akamiz bo'lishib boradilar. Aliyor aka, birinchi sizga beradigan savolim aka, mana shu yem biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan kuzatuvchilarimizga eng muhim tavsiyalarni bersangiz aka, nimalarga eng muhim jihatlarga e'tibor qaratishsa bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu yo'nalishga kirmoqchi bo'lganlar, ushbu yo'nalishda faoliyat yuritmoqchi bo'lganlarga eng hali bu sohada tajribamiz unchalik ko'p emas. O'zimizni tavsiyalarimiz beradigan bo'lsak, birinchi o'rinda halollik. Ikkinchi o'rinda esa ishonchli va barqaror yetkazib beruvchi, ya'ni o'shanaqa zavod topish. Barqaror yetkazib beruvchi topish. Uchinchisi esa sifatli mahsulot. To'rtinchisi esa halol xaridorlar. Ya'ni sotib olganda ham o'sha halollikni ta'minlash va o'zlari sotganda ham o'sha halol ishlaydigan, to'g'ri ishlaydigan mijozlar bilan ishlansa, ertaga har xil nima deydi, boyagi o'sha qarzdorlik va hokazo kabi holatlar kuzatilmaydi, to'g'rimi? Shuni biznesda asosiy nimasi, bu yo'nalishda asosiy ikkita tarmoqqa bo'ladigan bo'lsak, ishonchli va barqaror yetkazib beruvchi, nima deydi, va ishonchli xaridorlar hisoblanadi. Tushunarli. Zo'r. Xo'p, bo'lmasa keyingi savol aka, sekin-sekin endi chuqurlashib boraveramiz, ichkariga kirib, mana to'rtta muhim jihatni bilib oldik. Endi yana ham ichkariga kiradigan bo'lsak, mana nima uchun aka barqaror yetkazib beruvchi deyapsiz, misol uchun sifatli yem deyapsiz. Bu nima uchun muhim aka? O'zi barqaror yetkazib beruvchi, ya'ni sal chuqurroq tushuntirib bersangiz. Xo'p, endi barqarorlik so'zini tub ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, bu davomiylik degan ma'noni bildiradi. Doimiy bor, doimo mavjud, yilning istalgan davrida topa oladigan mahsulotlarga barqaror tushunchasi ishlatiladi. Endi bizni mahsulotlarimiz aynan chigit mahsulotiga, tobora yetishtirilishi, yo'nalishi o'zgarayotgan mahsulotga bog'liq bo'lganligi uchun barqaror so'zi hozirgi kunda dolzarb masalaga aylanyapti. Ya'ni o'sha bahor oylariga kelib, yurtimizdagi ko'plab yem ishlab chiqaruvchi zavodlar xomashyo yetishmovchiligi tufayli to'xtashga majbur bo'lishadi. Bahor fasllarida. Bahor fasliga kelib, toki kuz mavsumigacha yangi hosil yetishtirib, chigit zaxiralari to'lmaguncha vaqtinchalik to'xtashga majbur bo'lishadi. Tushunchim bo'yicha bu yerda chigit tanqis bo'lib qoladi o'sha payt. Shunaqa. Yem esa bilamiz, chigitdan ishlab chiqariladi. Chigitdan ishlab chiqariladi. Chigit yo'qligi sababli ko'plab zavodlar to'xtaydi. Barqaror so'zi yilning istalgan davrida mahsulot taklif eta oladigan, istalgan davrida ishlab chiqarish quvvatiga ega zavodlarga nisbatan barqaror so'z ishlatiladi. Tushundim. Shu yerda haqiqatan zo'r, bekorga barqaror deb deyilmagan ekan bu joyda. Chunki mana haqiqatan o'sha chigit bo'lmasa, albatta yem ishlab chiqarib bo'lmaydi. Yem bo'lmasa, tabiiyki zavod ham misol uchun xaridorlarga yetkazib berib, barqaror ta'minlab bera olmaydi. Bu esa aka o'z navbatida o'sha yem tanqis bo'lib qolsa, agar misol uchun men yem olib sotayotgan bo'lsam, zavoddan olib turibman har kun misol uchun, lekin u meni yem bilan ta'minlab bera olmayapti. Tabiiyki bu meni biznesimga zarar deganda. O'shaning uchun men misol uchun yem olib sotadigan bo'lsam, barqaror bitta zavodda ushlab olishim kerak-da, to'g'rimi? U bilan o'sha uzoq muddatda aytaylik kelishuvlar qilib deymizmi balki, ha? Shu yo'nalishda faoliyatini boshlab, ya'ni tirikchiligini shu yo'nalishga bog'lagan, masalan, odamlar, insonlar, tadbirkorlar to'xtab qolish evaziga zararga kirmasligi, ya'ni mahsulot yo'q degani bu biznes yo'q degani. Biznes yo'q degani bu foyda yo'q, oilaga daromad yo'q degani. Ya'ni insonni yashash turmush tarziga ham barqarorlik juda ham katta rol o'ynaydi o'sha yo'nalishdagi tadbirkorlarda. Ya'ni faoliyat yuritib ketyapsiz va oxirida zavoddagi ayrim masalalar tufayli mahsulot chiqmay qoldi. Bu esa sizning tadbirkorligingizga avtomatik putur yetkazadi va moliyaviy holatingizga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Zo'r, yaxshi tavsiya bo'ldi aka. Demak, barqarorlikni to'xtaldik. Endi yuqorida aytdingiz aka, albatta barqarorlik bo'lish bilan birgalikda sifatli yem ham albatta katta ahamiyatga ega. Chunki barqaror yetkazib bergani bilan albatta u yem sifatli bo'lmasa, mijozlarni barqarorligini ta'minlay olmaydi-da, to'g'rimi? Ya'ni yemni o'zi barqaror sotib olyapti, lekin sotayotgan paytda albatta sifatli yem sotmasa, undan qaytib xaridorlar sota olmaydi. Shuning uchun sifatli yem o'zi qanday bo'ladi aka? Shunga ham to'xtalaylik. Misol uchun mana sifatli paxta shiroti, yoki paxta shulxasi
mana shu o'zimizda sotiladigan misol uchun yemlar misolida sifatli yem deb o'zi nimani qarashlari mumkin kuzatuvchilar? Savolni o'rinli berdingiz. Masalan, aytaylik, tadbirkor rolida o'zimiz qo'yadigan bo'lsak, barqarorlik tufayli bizlar to'g'ridan to'g'ri mahsulotni barqaror olib kelyapmiz. Endi ikkinchi masala qoldi, ya'ni barqaror sotish. Barqaror sotish uchun bunda mahsulotni o'rni katta, ya'ni sifatli bo'lishi. Sifat deganda nimani nazarda tutamiz? Birinchi o'rinda men o'zim shu formulaga asoslanaman. Ya'ni yemda, umuman chorva ozuqalarida qanchalik begona moddalarning aralashuvi kam bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, yem shunchalik sifatli, shunchalik nima deydi? Samaradorligi baland bo'ladi. Ha, zo'r. Bu begona modda deganda qanaqaki, yemga boshqa narsani ham qo'shib sotsa bo'ladi, to'g'rimi? Yuqorida aytib o'tdik, yemlar asosan paxta shiroti, paxta sheluhasi, chigitdan, faqatgina chigitdan ishlab chiqariladi va bunda faqatgina chigit mahsulotlari bo'lishi kerak. Chigitdan boshqa istalgan arzon materiallarning yemda aralashuvi bu avtomatik sifat pasayadi va o'sha yemdagi qo'shilayotgan narsalar bizning tilimizda begona moddalar, ya'ni chigit xomushiyasidan boshqa istalgan moddalar hisoblanadi. Ha, aka, bunga menimcha nimani misol qilish mumkin? Chunki haqiqatan biz ko'rgandik, mana o'zimiz ham aka chorvachi brendini o'sha kopi variantlari chiqqanda, o'sha qoplarni boshqacha qilib yoki ichiga o'sha siz aytgandek arzon narsalarni aralashtirib bizning yemimizga yoki o'sha chigitga arzon narsalarni tiqib, o'sha adashmasam siz olmadan olinadigan qanaqadir narsalarni degandingiz. Shunday. Ha. Har xil mana shunday xullas narsalarni aralashtirgan holatda yemni tannarxini pasaytirish orqali sotishayotgan holatlarga biz guvoh bo'lgandik. Albatta biz o'zimiz ularni nima deydi, ko'rgandik ham, mana shu chorvachi brendi ostida ular ham sotishayotgandi. Albatta u narsalarga biz yechimini qilganmiz. Lekin shu joyda menimcha aka kuzatuvchilarga tavsiya berib ketishimiz kerak bo'ladi. Adam qolmasliklarini, boyagi barqaror nimadan tashqari, yetkazib berishdan tashqari sifatini ham albatta o'sha barqaror darajada ushlay oladigan menimcha zavodni tanlashlari bu muhim jihatlardan bittasi bo'ladi, to'g'rimi aka? Men tavsiyam shundan iboratki, aytaylik, shu sohada tadbirkorlik yuritmoqchi bo'lganlar o'rtacha 10 ta joydan mahsulotlarni narxini bilishi kerak va abrazes olishi kerak. 10 ta mahsulot topish kerak va ularni o'rtacha narxini hisoblab chiqish kerak va o'rta chiziq chizish kerak. Ya'ni o'sha bizlar hisoblagan o'rtacha narxdan tepada kimlar va pastda kimlar. O'sha chiziqdan tepadagilarni mahsuloti narx, ya'ni o'rtachadan baland-ku. O'sha narxga arziydimi? Qo'limizda abrazes bor, uni ko'rishimiz kerak va o'rtacha chiziqdan pastdagilarning narxlari nega arzon? Uni sababini qilish kerak. Bu nimaga kerak? Chunki O'zbekiston bozorida chigit narxi deyarli teng. Ya'ni sortiga qarab turib sal farqlanishi mumkin. Atak o'rtacha teng. Hamma joyda shu asosda, demak, yemlarda ham narxi o'rtacha teng hisobda bo'lishi kerak. Nima bu formulaga asoslanadigan bo'lsak, yemlarda narxlari juda keskin farq qilmasligi kerak. Demak, arzon bo'lyaptimi? Bu yerda bir gap bor. Endi balkim bo'lmasligi ham mumkin. O'zimizni ehtiyot qilgan holda uni tarkibini bitta ko'rishimiz kerak. Chunki yana yuqorida aytdim-ku, o'rtacha teng chiqishi kerak mahsulotlarimiz. Tushundim. Zo'r. Xullas, boyagi gapni aytyapsiz, nima o'zingda ehtiyot qil, qo'shingda o'g'irlama degan gapga asoslansak, shu mana aytyaptilar, misol uchun chigitni o'rtacha narxi respublika bo'yicha bir xil, o'shaning uchun ko'rish kerak. 10 ta o'sha biz tilda misol uchun o'sha pastavshik deymiz-ku, nima yetkazib beruvchini topadigan bo'lsalar va o'shani o'rtacha narxini hisoblab, qani o'rtachadan baland sotayotganlar nima uchun baland sotishyapti? Laboratoriyada misol uchun tekshirtiraman aka, nimasi yaxshi ekanligini, yemni sifatini. O'rtachadan past bo'ladigan bo'lsa, nima uchun past bo'lyapti? Misol uchun, u ichida proteinni pastmi yoki boshqa chorvaga foyda olib keladigan qanaqadir ichidagi o'sha oqsil va uglevod shu kabi boshqa moddalari kammi balki. Mana shuni tekshirtirib olsalar, adashmasam foydadan xoli bo'ladi. Endi yana bitta tavsiyamiz, yuqorida aytgan tavsiyamiz bu yem sohasidagi tadbirkorlar uchun edi. Endi chorvadorlar nazarida sifatli yem qanaqa bo'ladi? Sifatli yem chorvadorlar nazarida doimiy
ko'rsatilayotgan, masalan, aytaylik qaysidir mahsulotni ishlatyapsiz chorvangiz uchun, 2-3 oydan beri boqib kelyapsiz va siz o'sha yemni sifatlisiga o'zgartirmoqchisiz. Yemni olib keldingiz, uzog'i bilan 5 kun va 1 hafta oralig'ida o'zini samarasini berishi kerak. Ya'ni siz go'sht yo'nalishida faoliyat yurityapsiz yoki sut yo'nalishida sifatli yemga almashtirgandan keyin uzog'i bilan 1 haftada semirayotgan buqalarda vес kilogramm olishi nimasi ko'rsatkichi baland bo'lishi kerak har doimgidan va sut yo'nalishida ham avtomatik sigirlarimizning sutlari ko'payishi kerak doimiylikdan. Bir haftada demak sifatli yem o'zini rezultatini ko'rsatadi. Ko'rsatadi, aniq ko'rsatadi. Zo'r. Haqiqatan yaxshi nima bo'ldi? Bir tavsiya berib ketdi shu joyda. Chorvadorlar uchun ham, ya'ni bir haftada agar siz olib kelgan yem effektini ko'rsatmayaptimi, demak u yemni qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Demak, to'g'rimi? Zo'r, ajoyib. Zo'r, shu o'rinda aka aytib ketsak bo'ladi, adashmasam, biz misol uchun o'zimiz mana chorvachida yemlarimiz aka birinchi navli chigitdan olamiz. To'g'rimi aka? Birinchi navli chigitdan olinadi va har kunligi chigit kelganda ham zavodda laboratoriyadan tekshiriladi. Laboratoriyada to есть zavoddan chiqib ketayotganda ham laboratoriyadan tekshiriladi. Ya'ni 2 bosqichli tekshiruv asosida bo'ladi. Va buning natijasida o'sha yemni ichidagi o'sha balanslangan bo'lishini ta'minlash, o'sha chorvaga maksimal o'sha o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, yuqishini ta'minlash uchun, o'sha proteinlar yuqori bo'lishini ta'minlash uchun kun-tun ko'ramiz aka, hozir laboratoriyaga ham o'tamiz, harakatda ishlashadi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Misol uchun mana yuqorida aytgan narsalari o'sha barqaror yetkazib beruvchi sifatli yem, o'sha sifatli yem bir haftada natija ko'rsatadi deyotganlarning tagida albatta mana chorvachi misolida aytayman, bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi albatta, shuncha bu yerda ish bo'lyapti va sizlar ham yem xarid qilishda yoki olib sotishda yoki chorvadorlar kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yem bilan bog'liq sohalarda mana shu jihatlarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan aka tanlovda adashmagan bo'lishadi, to'g'rimi? Yem mahsuloti bu ishlab chiqarish biznesining ikkilamchi mahsuloti hisoblanadi. Ya'ni chigitni qayta ishlashda birlamchi mahsulot bu yog'. O'zbekistonda ko'plab zavodlar, ko'plab korxonalar asosan e'tiborni yog' sifatiga qaratishadi. Yog' sifatli bo'lsa bo'ldi, qolgani bilan qo'pol qilib aytsak ishi yo'q. Umuman biza ikkilamchi mahsulotni ham sifatini tekshirib, bizning talablarga javob bermasa, uni sotuvga qo'ymaydigan, uni sotmaydigan kamyob brendlardan, kamyob zavodlardan bittasi desak, deb bemalol ayta olamiz. Zo'r. Haqiqatan ochiq buni o'zim ham aka mana endi aniq qilyapman, bilyapman. Misol uchun yaxshi zo'r narsa aytib qoldingiz. Chunki haqiqatan aka mana chigitdan asosiy o'zi chigitdan yog' olinish maqsadida ishlatiladi. Yog'dan misol uchun albatta qolgani keyin yemga ajralgani yem bo'ladi, to'g'rimi? Bizni hozirgi holatimizda endi mana aytyapsiz, ko'pchilik yog'ga e'tibor qaratadi-yu, lekin yemni sifatini unutib qo'yishadi. Lekin bizni zavodda o'sha yog' bilan birgalikda yemni ham sifatli bo'lishiga urg'u berganligimiz uchun ham yemlarimizning sifati o'sha mana iste'molchilarimizdan ham har kun yaxshi otuvlar keladi-yu, mana ijtimoiy tarmoqlarimizda, Instagram, Telegram kanallarida telefon qilib даже aytishadi. Baraka topdik, misol uchun zo'r ekan, yana beringizlar deb. Misol uchun probni olganlar qayta zakaz berishyapti. 1 yillik misol uchun ko'p yillik mijozlarimiz bor. O'shaning uchun ham siri shunday ekanda aka, to'g'rimi? Shunday. Ikkinchi tomoni bor. Ishlab chiqaruvchi nuqtai nazardan 1 kilogramm chigitni qayta ishlashda uni 20% dangina yog' olinadi. 20-25%. Qolgan 75-80%dan yem mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bu degani yem mahsulotlarini o'rni yog'nikidan kattami? Demak, e'tibor ham shunga yarasha bo'lishi kerak, chunki ob'yom ham kattalashib ketadi. Uni sotish, uni xaridorlarga yetkazib berish masalalarida sifati o'rni juda ham katta. Zo'r. Haqiqatan zo'r aka, boshlanish yaxshi bo'ldi. Ancha kirishib oldik. Endi bitta ichkariga kirib ham mana o'sha chigitlarni, boshqa jarayonlarni ham sekin-sekin yoritib bersak, Xo'p, o'sha nima deydi, most lokatsiyalarda. Xo'p. Aldor aka, menimcha bu chigit saqlanadigan joyga keldik aka, to'g'rimi hozir? Orqamizdagi chigit. Chigitni bu chigit omborimiz emas, bu chigit omborimizdan ishlab chiqarishga o'tkaziladigan joyimiz. Tushunarli. Ombordan chiqarilib, bu yerdan keyin ishlab chiqarishga o'tkaziladi. Zo'r. Xo'p, bo'ldi, zo'r aka. Shu joyda endi mana savol. Yem biznesiga o'zi necha pul bilan kirish mumkin aka boshlanishiga? Minimal kapital necha pul bo'lishi talab etiladi? Minimal hamma mahsulotimizdan aytaylik bitta yem biznesiga kirmoqchi bo'lganlar, umuman yem bozoridagi asosiy 5 ta 6 ta mahsulotdan
nima qilish kerak bo'ladi? Do'konida, o'zini savdo joyida saqlash kerak bo'ladi. Bu degani, aytaylik, 5 ta o'rtacha 5 ta turdagi mahsulot, o'rtacha har bir mashinasi 50 milliondan deb hisoblanadigan bo'lsak, boshlang'ich o'sha joy masalalari, ishchi masalalari va boshqa xarajatlardan tashqari aynan mahsulot uchun 250 million, 300 million atrofida boshlang'ich kapital bilan kirsa, o'zlari o'ylagandek daromad, o'zlari o'ylaganlardan ko'ra yaxshiroq faoliyat yurita oladi. Ha, zo'r. Demak, boshlanishiga o'sha 5 ta xadovoy mahsulotda olinadigan bo'lsa, Shunday. bu adashmasam o'sha kepak, birdan aytib ketaylik, xadovoy mahsulotlarni men kepak, paxta shiroti, paxta shulxasi, keyin yana qaysi? Shirot paraqasi, Shirot paraqasi va korumlar, korumlar, o'sha balanslangan. balanslashtirilgan yemlar. Balanslashtirilgan yemlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 5 ta xadovoy mahsulot bilan xullas boshlansa bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunday. Bu minimal. Aslida bu bozor ham o'z rivojlanib, o'zining talablari oshmoqda. Ya'ni aytaylik, kimdir qishloq joyda yoki hovlida turadiganlar o'zini moli uchun, o'zini qo'yi uchun, o'zini tovuqi uchun, aytaylik, o'zini balig'i uchun, o'zini qushlari uchun mahsulotlarni bitta joydan olsagina xaridorga, ya'ni qanchalik katta komfort, qanchalik ko'p komfort yaratsak, bizlarga xaridorlarning kelish oqimi, umuman nima deydi, iste'molchilar uchun, xaridorlar uchun yaratilgan sharoit biznesda asosiy rol hisoblanadi. Zo'r. Demak, nafaqat misol uchun mol uchun, boshqa hayvonlar uchun ham, boshqa chorvalar uchun ham misol uchun yemlarni olib kelib qo'yishadigan bo'lsa, yana ham bu albatta savdoga baraka bo'ladi. Ha, shunday. Aytaylik, sizda faqat mol uchun yemlar bor, qo'shningizda ikkalasi ham bor. Ot uchun ham, qo'y uchun ham. Shunaqa. Men ham molim, ham qo'yim uchun nima mahsulot olmoqchi bo'lsam, birinchi navbatda narx, birinchi navbatda sifatdan ko'ra men o'zimni birinchi o'rinda komfortimni o'ylayman. Ya'ni hamma mahsulotlarni bitta joydan olishga harakat qilaman. Yuqorida aytgan savolingiz, ya'ni yem biznesida yuqori marralarga erishish uchun qo'yiladigan talablarda assortiment ko'pligi ham yetakchi o'rinlarda turadi. Ha, zo'r. Bu o'sha yem optimum olib sotadiganlarga yaxshi tavsiya bo'ldi, ha? Assortiment rol o'ynashi. Ha, zo'r. Yaxshi. Xo'p. Endi aka, mana necha pul talab etilishini bilib oldik, yem biznesiga kirish uchun. Endi yem biznesida aka asosiy daromad qayerdan keladi aka o'zi? Ya'ni asosiy foyda qismi deymiz, misol uchun. O'sha yemni olib, ustiga pul qo'yib sotish bo'ladigan bo'lsa, o'sha qo'yilgan foydadan. To'g'rimi endi? Endi bu biznesning klassik varianti, ya'ni olingan mahsulot narxiga ustimani qo'yib sotish, daromad birinchi o'rinda bundan keladi. Ikkinchi o'rinda ob'yom, umuman sotib olish hajmi qanchalik oshgan sari, ya'ni zavodlarda, yem ishlab chiqaruvchi brendlarda o'sha xaridorga nisbatan qiziqishi ortadi. Ya'ni ob'yom qanchalik oshgan sari, e'tibor kuchaygan sari unga yana yo'llar ochilishni boshlaydi. Har xil ishlab chiqaruvchilardan aksiyalar bo'ladi, chegirmalar bo'ladi. Ikkinchi navbatda ulardan ya'ni daromad oshadi. Uchinchisi esa boshqa mahsulotlarda yo'q xususiyat bor bu mahsulotda. Bu mahsulot yilda bitta davradan ikkinchi davragacha faqat o'sish xususiyatiga ega narxda. Ya'ni bugungi kunda olingan narx ertangi kunga kelib turib bu katta ehtimol bilan o'sish xususiyatiga ega. Ya'ni birinchi aytgan variantimiz narx tafovuti muddat o'tgan sari kattalashib boradi. Bu yo'nalishda daromadni oshirish uchun yem sohasidagi tadbirkorlardan nima talab etiladi? Ombor zaxirasini, saqlash zaxirasini qanchalik katta qilsangiz, bu sizga daromadingizni oshirish imkoniyatini yanada kuchaytiradi. Zo'r. Demak, 3 ta yo'l bilan bu yerda asosiy foyda bo'lyapti. Tushunishim bo'yicha yana bitta soddalashtirib aytib ketsak, birinchi usul albatta yemni olib ustiga pul qo'yib sotish, klassik variant. Ikkinchi variant albatta qancha ko'p ob'yom qilib bergani hisobiga zavodlar ham misol uchun, jumladan o'zimiz ham misol uchun mana zo'r klientlarimizga arzon narx qilib beramiz, to'g'rimi? Shunaqa. Qadrlagan holatda ularning mehnatini, bu degani zavoddan arzonroq olish evaziga ham o'sha nimasini foydasini oshirish mumkin bo'ladi. Uchinchisi albatta o'sha ob'yom ko'p olib, mana shunaqa omborxonalarni to'ldirib qo'yiladigan bo'lsa,
turib o'sha yem qimmatlashib borgani sari o'sha narxdagi tafovutdan ham albatta yaxshi foyda ko'rishlari mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Ob'em qanchalik oshgan sari daromadni oshirish nimalari kuchayadi, imkoniyatlari kuchayadi. Birinchi masalan asosiylarni aytdik, keyingi o'rinlarda bu transport, yo'lkira xarajatlari. Ob'em qanchalik oshgan sari tannarx shunchalik pastga qarab boraveradi. Inson mehnati, qo'l mehnatidan foydalanishda ham xuddi shunday. Zo'r. Shu yerda aka bitta yana narsani aytib ketadigan bo'lsak, adashmasam, logistika ham bu yo'nalishda katta rol o'ynab qo'yadi, aka. Ya'ni o'zingiz bir marta aytdingiz menga, o'sha yemni yetkazib berishda o'sha nimani yetkazib berish xarajatlari ham katta ahamiyatga ega deb. Shu bo'yicha ham ozgina tushuncha berib ketsangiz, albatta misol uchun ba'zi insonlar bo'lishi mumkin. Misol uchun sklad qanaqa tushuntirsam ekan, o'sha katta ob'yomda distributsiya bilan shug'ullanmoqchi bo'lishlari mumkin-ku. Misol uchun mayda o'sha nimalarga emas, xo'jaliklarga emas, B2C ga emas, biznesda aytadigan bo'lsak, B2B, ya'ni o'z tadbirkorlarga, katta fermerlarga sotish bilan shug'ullanmoqchi bo'ladigan, katta ob'yomda ishlamoqchi bo'lganlarga menimcha aka logistika bu albatta eng ключевой bir jihatlardan bittasi bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Va bu holatda logistika bo'yicha qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Aytaylik, siz yem o'zingiz hududingizga qaysidir hududdan olib kelmoqchisiz. Birinchi o'rinda mashina qidirasiz, logistika kompaniyalariga aloqaga chiqasiz. Bizda biz qulayroq variant taklif qilganmiz, ya'ni boshda aytib o'tganimizdek barqaror yetkazib beruvchi shu nuqtai nazardan transport korxonalari, logistika korxonalariga barqaror hamkormiz. Ya'ni biz ularga har doim ish bilan ta'minlay olamiz, har doim ularga xizmatlarni sotib olish quvvatiga egamiz. Shuning uchun ular ham o'zini bozor narxidan ko'ra bizga arzonroq qilib shartnomalar qilganmiz. Ya'ni nima demoqchiman? Chorvachida yetkazib berish xizmati ham mavjud. Ya'ni logistika korxonalari bilan shartnomamizni evaziga yetkazib beramiz. Bu esa bozordagi transport korxonalaridan ko'ra narximiz anchagina arzon. Shuni evaziga biz barqarorlik nuqtai nazaridan u tomondan ham xaridorlarga foydasiga zo'r. Misol uchun men Buxorodan bo'lsam, misol uchun, yo Navoiydan bo'ladigan bo'lsam, qayerdan bo'lsam ham yem xarid qilmoqchiman. O'sha misol uchun Chorvachi brendidan o'zim yem olib viloyatimga sotish uchun, sizlarga diler sifatida kirmoqchiman deylikmi, yoki bir o'zimni misol uchun o'sha katta skladim bor yoki endi sklad qilib olib sotmoqchiman o'zimni viloyatimda, sizlardan mana olmoqchiman. Sizlar menga barqaror yetkazib beruvchi. Ya'ni sizlar sifat jihatdan, yemda ob'yomi jihatdan, undan tashqari logistika jihatdan ham o'zim bosh qotirib yotmayman-da, to'g'rimi? Mashina topay, gaplashay, uni arzon qilib narxini tushiray. Sizlar o'zlaringiz logistika kompaniyalari bilan shartnoma bo'lganlaringiz uchun meni o'rnimga o'sha yetkazib berishni ham sizlar o'zlaringiz bajarib bera olasizlar-da, ya'ni bosh og'rig'imni kamaytirib. Shunday. Bu sohadagi tadbirkorlar, aynan yem sotuvchilar o'zini faoliyatini, ya'ni o'zini xaridorlari bilan ishlashni to'g'ri, yaxshi yo'lga qo'ysa, qolgan hamma masalalarni biz o'zimiz zimmamizga olamiz. Ya'ni operatorlarimiz kunda, haftada aloqaga chiqishadi, mahsulotni zaxirasi, umuman mahsulot bo'yicha feedbacklar, uni sifati bo'yicha xabar olib turishadi. Bu bir. Ikkinchisi esa mahsulot kerak bo'lgan taqdirda bizda alohida logistik bo'limimiz bor. O'zlari mashinalarda gaplashib, o'zlari qo'yishib, hammasi inson omili uchun deydi-ku. Biz bilan hamkorlik qilayotgan tadbirkorlarda komforti uchun, qulayligi uchun faoliyatimizni yaxshilashga harakat boryapmiz. Haqiqatan butun bir ekotizm desak ham bo'lar ekan, aka, bir yetkazib berishdi. Xullas, ular o'zlari sochsa bo'ldi-da. Ya'ni omborigacha olib borib berishdi to'liq, biz uni ta'minlab bera olamiz-da. Zo'r. Xullas, yashab bersa bo'ldi deydik. Nafas olib tursa bo'ldi deydik. Zo'r, ajoyib. Xo'p, Aloyir aka, hozir mana telefonda bir nechta savollar tayyorlab kelganman. Blitzmasu shunga yaqinroq tez javob berishga harakat qilasiz aka, iloji boricha. O'sha kuzatuvchilarga qiziq bo'ladigan mana shu mavzularda savollar tayyorlab kelganmiz. Xo'p, birinchisi bo'lyapti aka, mana shu yem olib sotuvchilarda uchraydigan top 3 ta xato. Xo'p, birinchisi sifatsiz mahsulot, ikkinchisi noto'g'ri belgilangan narx, uchinchisi noto'g'ri tanlangan lokatsiya. Zo'r. Xo'p, yem sohasida, yem bozorida mavsumiylik bormi? Bor. Bo'lsa qanaqa u? Qish bahor oylarida mavsum eng yuqori cho'qqisiga chiqadi.
Tushunarli. Telefon orqali yem sotish mumkinmi aka? Mumkin, juda ham zo'r bo'ladi. O'zimiz misolda Ha. zo'r. Katta fermerlarga, katta chekli yemlarni qanday sotish mumkin? Katta ob'yomda. Onlayn yoki offlayn uchrashgan holda, aniq shartlar asosida shartnoma imzolagan holda, hamma tomonni kelishgan holda sotish mumkin. Zo'r. Sifatli mahsulot o'sha distributorga, ya'ni o'sha yem olib sotuvchilar ichiga qanaqa foyda olib keladi, qanaqa foyda beradi? Mijozlar auditoriyasini kengaytiradi. Hududda shu tadbirkorning obro'sini shakllantiradi. Ya'ni keyin o'zini xaridorlari shu tadbirkordan rozi bo'lishadi. Yem bozorida mijozlarni ushlab turish uchun, ya'ni bitta mijoz qayta va qayta sotib olish uchun nimaga e'tibor qaratish kerak? Doimiy o'z ustida ishlash, rivojlanishdan to'xtamaslik, mahsulot sifatini stabillikda ushlash va hamkor uchun, tadbirkor uchun doimiy ravishda u manfaatli, foydali takliflar berib turish. Zo'r. Yem bozoridagi top 5 ta hadovoy mahsulot. Hop, birinchisi kepak, ikkinchisi paxta shiroti, uchinchisi paxta shelufasi, to'rtinchisi balandlashtirilgan korimlar, beshinchisi shirot taraqasi. Qishda qaysi yem ko'proq sotiladi? Qishda asosan yog' miqdori ko'p mahsulotimiz, ya'ni shirot paraqasi qishda juda ham sotuvi tez va katta miqdorda bo'ladi. Mana shu yem olib sotishda lokatsiya muhim dedingiz. Lokatsiya tanlashda nimaga e'tibor qaratish kerak? Aholi serqatnov joylar, umuman o'sha hudud chorvaga moslashgan bo'lishi kerak, chorva boqishga sharoitlari bo'lishi kerak, ko'zga ko'rinadigan, ko'zga bittada tashlanadigan lokatsiya bo'lishi kerak. Tushunarli. Zo'r. Xo'p, distributor va ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi ideal hamkorlik qanaqa bo'ladi? Yana aytaman, aniq shartlar, aniq kelishuvlar asosida qilingan shartnoma, ikki tomondan ham o'sha shartnomaga mas'uliyatli yondashish va shartnomada ko'rsatilgan bandlar bajarilmagan taqdirda qanaqa choralar ko'rilishini ham aniq kelishib olish kerak. Qanaqa qilib chorvachi bilan hamkorlik qilish mumkin? Bizda aloqa markazimiz bor, dispetcherlarimiz bor, ularga aloqaga chiqish mumkin. Boshlang'ich mahsulot olish, uni abraziy so'rash masalalarida biz bilan dilerlik masalalarni, katta ob'yomda gaplashish istagida bo'lganlar shu aloqa markazimiz orqali to'g'ridan-to'g'ri bizga aloqaga chiqishi mumkin. Bizlar onlayn yoki offlayn kelishuvlarda amalga oshira olamiz. Zo'r. Chorvachi hamkorlarga qanaqa sharoitlar yaratib beradi? Birinchi o'rinda barqarorlik, ikkinchi o'rinda sifat, uchinchi o'rinda aynan tadbirkor uchun manfaatli, foydali takliflar bemalol bera olamiz. Chorvachi hamkorlarga eksklyuziv variantlar qilib bera oladimi? Eksklyuziv qanaqadir hududlar bo'yicha, ma'lum bir hududni aytaylik dilerligini. Hozir test-tv bu narsani amalga oshirmoqchimiz. Viloyat kesimida emas, tumanlar kesimida buni amalga oshirmoqchimiz. Agar o'zini oqlasa, viloyat, aytaylik, hudud nuqtai nazaridan ham keyinchalik amalga oshirishimiz mumkin. Hozircha biz tumanlar miqyosida eksklyuziv variantni berishga tayyormiz. Tushunarli. Demak, tumanlardan aloqaga chiqsa, albatta o'z bilan gaplashib, eksklyuziv shartlarda qilib bera olasiz, to'g'rimi? Shunday. Zo'r. Sifatsiz yem sotishni yashirin zarari. Misol uchun, o'sha yem olib sotyapti, ko'proq foyda qilaman deb sifatsizni olib sotish mumkin-ku, to'g'rimi? Qisqa muddatda o'ylab. Nima zarar? Bu yo'nalishdagi asosiy narsa, ya'ni baraka yo'qoladi avtomatik. Ikkinchisi esa mijozlar auditoriyasini yo'qotadi sekinlik bilan. Uchinchisi esa biznes borgan sari bankrotlikka qarab boradi. Tushunarli. Xo'p, doimiy 10 ta mijozmi yoki bir martalik 100 ta mijozmi? Doimiy 10 ta mijoz. Doimiy 10 ta mijoz. Chorvachi yemlarning sifatiga kafolat bormi? Albatta bor. Buni nimada isbotlab berishimiz mumkin? Birinchisi laboratoriya ko'rsatkichlarimiz, ikkinchisi biz bilan ishlayotgan mijozlar fikri, uchinchisi esa bizlar mabodo sifatsiz mahsulot bo'lgan taqdirda bizning kompensatsiya shartlarimiz. Lekin aka, men o'zim bilan shu paytgacha hali umuman sifatsiz mahsulot unaqa holat bo'lgani yo'q, to'g'rimi? To'g'ri, unaqa holat bo'lmagan. Chunki bizlarda har bitta mahsulotimiz sifati ustida ishlaymiz. Ya'ni har bitta mijozimizga yuklayotgan mashina bizning e'tibor markazimizda bo'ladi. Laboratoriya ko'rsatkichlari bizning talablarimizga javob bergan taqdirda bizlar mashinaga ortishga, uni mijozga borishiga ruxsat beramiz. Zo'r. Xo'p, chorvachi bilan hamkorlik qilib, 1 yilda qanaqa etapga chiqish mumkin? Albatta, moliyaviy tarafdan. Xo'p, moliyaviy tarafdan aytadigan bo'lsak,
aynan shu yo'nalish uchun tikilgan kapitalni 50% dan 150%gacha sof daromad bilan chiqish mumkin. Shuni tushunarli bo'lishi uchun summada aytadigan bo'lsam, misol uchun 100 million tikildi, o'shani 50% dan bo'lsa 50 milliondan boshlab bir yilda misol uchun 150% bu degani endi bo'lyapti 150 milliongacha foydaga chiqish mumkin. Ya'ni 100 million tikdi bir yil davomida 50 milliondan 150 milliongacha sof foyda bu, ha? Sof foyda. O'sha tikkan puldan tashqari. Tikilgan puldan tashqari, xarajatlardan tashqari. Xarajatdan tashqari 50 milliondan 150 milliongacha foyda qilish mumkin. Endi 1 milliard bo'lsa yoki ko'p bo'lsa, Endi bu qancha? siz aytayotgan ob'yom bu bizdagi kichik hajmdagi tadbirkorlarimiz uchun bizada shunaqa hamkorlarimiz bor. Biz aytayotgan raqamlardan 100 barobar, 10 barobar ko'proq hajmli ob'yom qiluvchilar ham bor. bor. Albatta daromadi ham shunga yarasha katta. Shunga yarasha katta. Zo'r, ajoyib. Oxirgi savol aka, chorvachi bilan hamkorlik qilish shartlari qanaqa? Xo'p, ikki tomonlama puxta shartnoma tuzish va faoliyat davomida shu shartnoma asosida faoliyat yuritish va ularni buzmaslik, kezi kelganda o'sha shartnomaga o'zgartirish kiritish hollari bo'lganda ikki tomonlama kelishuv asosida o'zgartirishlar kiritish va aniq shartlar, aniq kelishuvlar asosida ishlash asosiy yo'nalishimiz hisoblanadi. Endi adashmasam yana ham batafsil ma'lumotni boyadan o'zingiz aytdingiz, operatorlarimiz bor. Kuni tun ular o'sha nima deydi? Texpodershka deydi-ku, mana shunaqa xizmat ko'rsatib borishadi. Quyida raqamlar qoldirib ketamiz. Katta ehtimol bilan aka sizlarga aloqaga chiqsalar, albatta aytdingiz, eksklyuziv shartlar ham qilib beramiz. Misol uchun operatorlar bilan bog'lanishsa, Alloyor akani o'zlariga ham misol uchun chiqib gaplashib, eksklyuziv shartlarda olishlaringiz mumkin bo'ladi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalaringiz batafsil ma'lumot berishadi. Alloyor aka, sizga kattakon rahmat. Vaqtingizga aka rozi bo'lasiz. Yaxshi kontent bo'ldi deb o'ylaymiz. Sizlarga ham ancha manimcha manfaatli bo'ladigan, mana shu yem biznesi bilan shug'ullanayotgan, yem biznesiga o'tmoqchi bo'lgan insonlar uchun yoki shu biznes bilan shug'ullanayotganlar uchun yaxshi kontent bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videolarni kutib qolingizlar. Bundan ham zo'r kontentlar xudo xolasa oldinda. Rahmat.